Assalomu alaykum hammaga. Viza xizmatiga chiqqanmiz. Mashinalar yurmay qolgan ekan. Mashinani yurgizib kayfiyatini qilib, hozir cheklari yonib qolgan ekan. Cheklariga zakasini qo'yib, programmalarni darabotka qilib i92 va 4-paketini metanga moslab, programmalarni darabotka qilib oldik. Redaktor qildik. Endi programmalarni yozish jarayoni. Chekimiz o'chadi. Taxometr 6000 ga boradi, keyin qaytadi. Korobkalari 2000-2500 da almashtirib turgan ekan. Korobkaga programma shart emas, xudo xolasa. Motor proshpiyasini yangilab, gaz nastroykalarni ko'rib beramiz. Операция успешно завершена. Окей. Programmamizga yozib oldik. Xohlasa programmalar oxirigacha bo'ldi. Endi xohlasa diagnostika ishlari ketyapti. Endi gaz nastroykalarni qilib bersak, xudo xolasa. Gaz nastroykalarni ko'rish jarayoni ketyapti. Xudo xolasa gaz nastroykalarni qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar.